Assalomu alaykum, men Ihsonola Ashur bo'laman. Quvadan biz 3-4 yildan beri shu yerga davolangani kelamiz. Sovuq o'tgani hisobiga oyoq, shamollash bilan kelamiz. Shu yerda chiroyli davolanib, yana ishimizga qaytamiz. Основной bu yerda masalan, massajni ham juda chiroyli qiladi, fizioterapiyada mana tensiyal, keyin parafin, elektroforez, bochka bularni juda ham chiroyli, oliy darajada qo'yib, me'yoriga yetkazib qo'yadi. Xalqimizga maslahatim, aslida biz yoshimizda erkaklarda ko'proq shamollash qattiq bo'lyapti. Buni yashirish kerak, jinsiy aloqa ham pasayadi. Masalan, bizda ham juda ham ko'pchilik oshna-og'aynilar shu yerga keladi. Keyin bitta yaxshi plus tarafi aloqada bo'lib turadi. Nima o'zgarishlar bor? Qayerda nima gap, qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, ular bizni oqtaradi. Juda ham plus tarafi bu. Masalan, men ko'p Toshkentda ham ko'p klinikalarda, больницаlarda, ko'p joylarda bo'laman. Farg'onada eng oliy klinikalardan bittasi sanatoriya klinika, diagnostika sentri shu hisoblayman. Sabab bu sohasida zo'r specialistlari yetarli darajada ortig'i bilan bor. Shikoyat degan narsa yo'q. Hamma juda ham chiroyli darajada davolanib ketadi.